Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, Andijon viloyati Shahrixon tumanida ya'ni shu Kalsovoydan bir 300 metr ichkariroqda ekskavator xizmatlari bor ekan. Kimga kerak bo'lsa, mana akalarimiz xizmatda ekan, Andijon bo'ylab xizmat ko'rsatamiz deyapti. Aloqaga chiqsa nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa mana ishlashlarini ko'rsatyapti akamiz. Har xil razmerda ekskavatorlar bor ekan. Atboynik, endi ma'lumotlarini bilganimcha berib ketyapman. Hozir o'zlarim to'liq ma'lumot olamiz. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa mana telefon qilsalaring, nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Zil xizmatlari bor ekan. Akamiz ishlariga bir baho berib qo'yinglar. Zil xizmatlari bor deyapti. Kesalaring, ishlaring xudo xolasa telefon qilsalaring, uyda turib ham ishlaring bitirib berar ekan akalarimiz. Xo'p, Boburjon aka, xizmatlar haqida ham bir ma'lumot bersangiz aka. Xizmatlarimiz aka Andijon viloyati bo'ylab hamma turdagi xizmatlarimiz bor. Qo'yilishlarimiz, texnikalarimiz ham bor, yengil mashinalar, katta mashinalar bor. Havolar bor, zillar bor. Katta ekskavator, hamma xizmatdagi xizmatlar qilaveramiz aka. Andijon bo'ylab xizmat ko'rsatishlar bor. Kelishilgan narxlarda. Ha, narx-navolarni kelishasizlar aka. Tushunarli aka. Telefon nomer qo'yilib bitamiz. 94lik 94lik 383 383 85 85 55 raqamlarga quyida raqamlarga chiqsalaring, akamiz bilan bog'lansalaring, mana shunday xizmatlari bor ekan. Bu joyda har xil razmerda yana bir qaytarib o'tyapman. Kattalari ham bor ekan. Endi qanaqa joylarga ishlashini endi men to'liq bilmayman. Aloqaga chiqsalaring, bog'lansalaring, akalarim xizmatlarini qilib beramiz deyapti. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar.